Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana 2025 bugun 4-mart. Sizlarga mana yangi mahsulotlardan taklif qilmoqchimiz. Har qanday sharoitda ishlaydigan eng oxirgi zamonaviy har xil turdagi manaki har xil turdagi mashinkalarimiz hammasidan bor. Mana kimda kerak bo'lsa ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Mana sotuvchimiz ismlari Ma'ruf aka. Shu 20 yildan beri shu ish bilan shug'ullanadilar. Shu narsalarda hammasini o'zlari birinchi qo'l olib kirib, optim narxda ham tarqatadilar butun Surxondaryo bo'yicha. Va mana shu ishni boshlamoqchi bo'lgan opalarimiz va singillarimiz, kimlarda masalan tikuv sex ochmoqchi bo'lsalar, aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Shu opalarimizga masalan shu keladigan singillarimizga qanday mashinalarni taklif qilgan bo'ladingiz? Masalan uyda masalan ishlatishga, tikuvchilik bilan, hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan ayollarimizga, masalan kam chiqim, kam rasxod bo'ladigan, kam to'kda ishlaydigan, o'zimizni sharoitimizga to'g'ri keladinganda, misol eng kuchli firmalardan misol. Hozir o'zimizning do'konda asosiy hamma mashinka kam tokka ishlaydigan. Hamma brendda bor, bir 40-50 turdagi brenddagi mahsulotlar bor. Deyarli hammasi kam tokka ishlaydi. Mana bu mani brendlari bor. Kam tokka ishlaydi. Hamma joyi temirlik. Mana ovozlari eshittirib ko'rish qiladi. Ovozlari juda yumshoq. Ovozlari ham yo'q ekan, ovozlari yo'q. Bu mana overlocklari bor. Overlocklari. Keyin ichki qismini tikib beradigan narsalar bular. Mana bu yerda hamma taniydigan Bayuni brend firmani to'g'richoq, mana yonida overlocklari. Firmasi, to'g'ri. Brendi kuchli bular. Bular material tanlamaydi. Material tanlamaydi. Tokda qanday ishlaydi aka? Bular kam tokda ishlashlari. 25 voltgacha bo'lgan tokdan boshlab ishlashda boshlaydi mashinkalar. 260 gacha bo'lgan tokni bemalol ko'taradi. Katta tokda ham ishlab ketaveradi, kuyib qolmaydi. Xo'sh, bu yerda mana 120 ni yangi mashinkalari kelgan. Bu yangimi bu? Qanday bu yili qanday bo'ladi? 2000 necha? 25-yil kelgan. 2020. Hozir bu ko'rsatadiganlaringiz hammasi 2025 ni mahsulotlar, 100 ta mana to'g'richoq, yonida o'zini overlocklari. Overlocklari ham, Overlocklari. Mana ko'rsatib qo'yaman. Mana qarang. Dizaynlar ham chiroyli ishlangan ekan, shundan. Bu tarafda ham xuddi shu narsalar, mana 120 ni boshqa brenddagi mahsulotlari, mana to'g'richoq, overlocklari. Hammasini ovozlari juda yumshoq. Ovozlari ham baribir odamlarga qiziq bo'ladi-da, ovozlar umuman bilinmaydi. Bemalol oldida yosh bola bo'lsa ham. Hozir ishlatyapsiz-a? Ha, hozir ishlayapti mashinkalar. Deyarli yo'q ekan ovoz. Ovozlar chiqmaydi. O'zini overlocklari bular. Overlocklaridan komplekt, Komplekt bo'ladi. Bu yerda men ancha yildan beri sotiladigan mahsulotlarimizdan bu ham Choice firmani mahsuloti. Ancha yildan beri 7-8 yildan beri klientini yig'ib bergan mashinkalarimizdan bu ham. Bir yaqinroq olib qo'yay, bir ko'rsin odamlar. Stollari ham juda stollari ham ajoyib ekan, bunday. Mana mashinka ovozlari umuman deyarli eshitilmaydi. Toshli har qanday materialga bo'lsa moslashib ketadigan mashinkalar. Mana o'zini overlock yonida. Toshlik deganingizda masalan sal bir tushuncha berib o'tib keting shu. Mana hozirgi materiallarning hammasi deyarli kichkina toshchalar. Shunaqa narsalarni ham mashinka ignani sindirmay bemalol tikib ketadigan mahsulotlarimizdan bu ham. Tokda past tokda ishlayveradi. 100% ishlaveradi. 3 yildan 5 yilgacha servislari bor bularda. Servislari bor. Bu mashinada hozir ko'rsatganingiz hammasi servislar o'zingizning qo'lingizda. Hamma mashinkaning servisi, mashinkaning plata, motor, ekran qismlariga 3 yildan 5 yilgacha srok beramiz uni. Har qanday garantiyalari bepul qilib beriladi. Oddiy tikuvchining o'zini aybi bilan buzilgan holatda ham do'konimizda mana shu mahsulotlar hammasi bepul ta'mirdan chiqarib beriladi. Bepul, Bepul bo'ladi. Yaxshi, rahmat.
keyingisiga qani. Mana yonida ham xuddi shunday Jack firmani Ha, boshqa brenddagi mahsuloti. Jack firmani. Yangi. Yangi. Jack firmani mahsuloti ko'p o'zi. Bular ham yaxshi mashinkalar, ovozlari yumshoq. Jack'niki. Jack firmaniki. Ha, Yonida o'zining overlocklari bor. overlocklari. Ha. Buni Jack, Jazz, Jack juda ko'p brenddan chiqqan, hamma turdagisidan bor. Mana bu mahsulotlar mana o'zi ipini qirqib ketadigan modeli bu. Ha. Material tugaganda o'zi tovonni bitta bosganda mana ipini o'zi kesib Ha, beradigan. ipini o'zi kesib bir vaqt avtomatik o'zida. o'zi kesib beradi. Keyin narxiga ham o'tsak ekan, endi hozir hammasini bir boshdan Narxlar xo'sh. kelishtirilgan narxlarda imkon darajada Bu masalan. yerda optim savdo qilinadi, keyin donaga savdo qilinadi. Mashinkalarimiz 230 dollardan boshlab Aha. 500-550 dollargacha ham qimmat avtomatikalarigacha bor. Aha. Asosiysi 250-300 dollar atrofiga tikuvchilarimizga yaxshi mahsulotlar olib keta oladi do'konimizdan. Ha. 250 dan 300 dollargacha olsa bo'ladi. Endi mana shuni misol chiskalik deyapsiz-a, qaychisi bor. Qaychisi bor ichida. Necha pullarga to'g'ri keladi masalan Bu shularga? qaychiliklari Ha. hozirgi kecha kunduzda 300 dollargacha ustanovka qilib berilyapti. Aha, 300 dollargacha. 300 dollargacha. Aha. 300 dollargacha. Qaychisizlari masalan. Mana qaychisiz variantlari bor. Bular 260-270 dollargacha ustanovka qilib dastavkalari bilan qilib berilyapti. Dastavka qayeri bo'yicha? Surxondaryo Surxondaryo bo'yicha bo'yicha. dastavkamiz bor. Surxondaryo bo'yicha Bor, hamma joyda dastavka qilib dastavkamiz bor. yetkazib. Xo'p, keyin mana bu yana uy bekalarimiz bo'ladi. Bularda yana ham zamonaviyroq, mana ko'p xil tikadigan mashinkalarda nima maslahat berasiz? Bular mana tepada mana tepa polkada Aha. Janomi firmani mahsulotlari bor. Janomi, ha. Uy sharoitidagi tikuvchilarga yaxshi bular. Bularga ham 2 yil garantiyasi bor bu mashinkalarda ham. Ha, bular mana har xil narsalarni ham tikib ketaveradi. Har qanday materialni bemalol tikib beradigan mahsulotlar bular. Ha, ha. Keyin hop hozir. Keyin bularda necha xil turi bor sizda bular? Buni turlari juda ham ko'p. Aha. Taxminan 20-30 xil modeli hozir mana shu do'konda bor. 20-30 xil. Bu yerda mana bu tikuvchilarga kerak bo'ladigan har qanday firmani dazmollari ham. Dazmollar, ha bular. Bular dazmollar, ha. Bular dazmollar. Bular necha puldan aka bular dazmollar? Bular har xil. Bular 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 mingdan, ha? 500 ming so'mdan boshlanadi. Hozirgi mana bu tikuvchilarimiz ishlatadigan dazmollar shumi? Ana ichida suvi turadi. Qanday bo'ladi bular? Bular hozir mana zamonaviy dazmollar materiallarni kuydirmaydi. Aha. Kuydirmaydi, yaltiratib qo'ymaydi. Aha. Nimasi bachogi ham bo'ladi, Bachogi bo'ladi, ichida ha, suvi. Ichida bachodi ichida suv bo'ladi. Har qanday materiallardan Har qanday bemalol. materialga bo'ladi bular. Mana hurmatli. Tomoshabin qarang, mana shu har xili bor ekan. Xo'p, keyin bu mana bu mashinkalar nima deydi buni? Bularning nomini? Bular oldinga chiqqan chayka mashinkalar. Aha. Bular ham hozir juda yangi holatdagi mashinkalar biz do'konimizda bor. Bularning narxlari juda qulay, arzon. Xo'p. Endi tikishni o'rganadigan yosh qizlar uchun bo'lsa, bu mashinkalarimiz ham bor. Narx-navolarni ham Bular narx-navosi 700-800 ming so'mdan boshlanadi. 1 milliondan pastroqi, 1 milliondan balandroqlari ham bor. Uni ham modeliga qarab kelishtirib beriladi. Bular komplektida nimasi bo'ladi? Komplektida mebellari bo'ladi. Xohlasalar unda yangi motorlarimiz bor. Aha. Bu yerda mana yangi motorlarni o'rnatib, yangi motorlar o'rnatib beriladi. Xohlasalar shunday qilib beriladi. Ha. Bu yerda tikuvchilar uchun kerak bo'ladigan har qanday qaychidan tortib har qanday zapchast turdagi mahsulotlarimiz bor. Ha. Zapchastlari bor, keyin mashinkani o'zini kerakli har bir qaychi deganda lapkalari, mokkilari, hamma nima kerak bo'lsa zapchas ham topiladi, to'g'rimi? Topiladi, har qanday zapchas. Yaxshi aka, xo'p.
Xo'p, bularni keyin mana bularni keyin tikilishiga ham qarab mana choklari har xili bo'lar ekan-ku, necha xil kam ko'p tikishiga qarab Bular farqi 2 xildan 5 xilgacha 5 tikadigan xilgacha. modellari bo'ladi. Keyin ana bu bir ayollarimiz keyin bunaqa nima deydi? Tugma qadaydiganmi, dur qadaydigan shunaqa apparat chiqqan ekan. Undan ham bormi? Ha, shuni. Polkamizda. Bu yerdan hozir o'taylikchi. Xo'sh. Bu yerda, ha? Mana bu polkamizda mana bular juda bir arzon, shunaqa qulay narsalar. Aha, narxlari qanday bulardagi? Bular narxlari juda qulay. 180 ming, 220 minggacha qo'shimcha qoliplari bilan olib ketsalar bo'ladi do'konimizdan. Bu boyagi aytganingizni yaqinroq variantlari, haligi mana shu 24 xil, 12 xil, har xil turdagi tikadigan Bu mashinkalar. hozir mana bir xil nimalarga ko'rsatyapti. Hop shopdagi kichkina ulardan bir plasmas mashina Yo'q, bo'ladi. bu Hop Shopdagilardagi mahsulotlar emas bular. Aha. Bular yapon texnologiyasi. Aha. Bularning sifati umuman boshqacha. Olib 10-15 yilgacha xizmat qilib beradigan mahsulotlar bular. Rahmat. Keyin xo'p, mini overlocklarimizga o'tadigan. Mini overlocklarimiz mana bu polkamizda. Aha. Endi tikishda o'rganadigan yosh qizlar bo'ladigan bo'lsa, u sharoitida bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi. Mana bu mahsulotlarimiz ham bor. Hammasi har xil turi ko'p ekan, buni ham. Ko'p buni ham. Turlari ko'p ekan mana. Har xillari bor ekan. Narxlari qanday bular? Narxlari bular juda arzon, 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 mingdan, ha? 500 mingdan eng qimmati 1 million so'mgacha olib ketsalar bo'ladi do'konimizda. 1 million so'mgacha, Bunga 1 yilgacha garantiya kafolat qilib beramiz. Kafolat, Har qanday xizmati bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Cheklar, xo'p. Endi hozir keyin mana bu bilsangiz qadimgi momolarimiz ishlatadigan bunday qo'l mashinlar deydimi, Sovet davrida shunaqa bormi shulardan ham? Bu yerda xohlasang bunday foydalanadigan holatda juda qadimgi turdagi mashinkalar bo'ladi. Mana bular. Bular ishlatilgan variantlar. Bular ishlatilgan holatda bo'ladi. Shuni zamonaviy juda bir upakovka holatdagi pachkadagilari ham bor hozir biz do'konimizda. Mana bu ko'rsatasiz yangisini. Hozir o'sha mashinkalarni yangilari ham do'konimizga bor. Bular hali ishlatilmagan. Yo'q, hali bular pachka holatda. Mana ko'rishingiz mumkin. Bular hali ishlatilmaganlar bular, ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, izlaganlar uchun mana buni ham yangisi mana ketdi. Hozir mashina o'tib. Hali ishlatilmaganlariga, hali bu ruchkalari bu nimalar ichida, bu hali endi qo'yiladi. Zapchaslari, hamma narsasi bo'ladi bular. Qanday zapchaslari bo'ladi? Mana haqiqatdan chindan upakovka mashinkalar haqiqatdan do'konimizda bor bu mahsulotlar ham. Значит, bo'lmasam kim kelsa masalanda shu qidirib, masalan, olib borib, dastavka qilib berishingiz, hammasi xizmatlari ichida 3 yildan, 4 yildan 5 yilgacha kafolat qilib berasiz, to'g'rimi? Har bitta sotgan mahsulot Surxondaryo bo'yicha yetkazib, adres bo'yicha ustomizga lekin haqiqatdan ham assortimentingiz juda ham ko'p ekan boshqa joylarga qaraganda. Mana azizlar, overlocklari turi bilan bor ekan. Mana har xil tur, mana shu overlock deganimiz kimda masalan qandaydir qiziqish yoki bir ishlab chiqarish qilaman, uyda bir sharoit qilib hunarmandchilik qilaman desalar, shu Ma'ruf akamizga uchrashadilar. Telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefonlashib kelib o'z mahsulotingizni xarid qilib ketishingiz mumkin. Manzilimiz Denovda joylashgan. Lokatsiyani tashlab qo'yamiz. Agar qanday xizmatlar bo'lsa, bemalol akamizga chiqib aloqada bo'lib ishlaringizni bitqazishingiz mumkin. Va masalan, yangi endi ishni boshlamoqchi, bir tikuvchilik sex ochmoqchi bo'lganlarga ham polni o'zlari maslahat berib,
o'sha oladigan qiladigan ishlariga qarab maoshini taklif qilib ko'rsatib beradilar. Tajribalari juda ham katta ekan bu soha bo'yicha. Mana Xitoydan faqat birinchi xil tovar bo'lib o'tib kelar ekan. Mabodo agar sotishni xohlaganlarim olib bir do'kon ochib shu ish bilan shug'ullanaman deydiganlarga ham optim narxda qilib berasa, optim narxda ham qilib beradi ekanlar. Mana o'zlaringiz shu akamizni nomerlarini qoldiraman, bemalol chiqib o'zlaringiz gaplashib olishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat. Manakay.